Programımızga alay teklif bilen katnaşkan ustazlar bilen tanışıp öteyli. Yanıla konu dostlarımızdan Şinjan Sübi Advokatlık Ornu'nun hemkarlaşkıcısı pişkan tecrübelik advokat özünün kesbide marka obrazını tikleyeligen kesb ilgisi Patigül Adıkadır. Karşılığımız Patigül'de sevimli bir dostumuz var. Onun ismi Ali Muallim. Ali karşılığımız. Hoş geldin. Kızlarını birlikte tutup alaylı mı? Çıraylı kızlar, merhamet hemmimiz sizler. Hoş geldinizler. Her halde közüm xeyli işittikке. Bir yeni mihmanını görüp kaldım. Yaxşımsınız? Yaxşımsınız. Özünüzü tanıştırıp ötemsiz? Mening ismim Manzira. Ürümçiden harbiy ömek. Kasbınız? Usulchi. Usulchi. Maybe. Ondaqda bizning real hayotga kasbdosh do'stim birisi kelibdi, ha? Rahmat. Programımız arqali xushallik tepib qaytding. O'zingiz ko'zlagan maqsadga yeting. Xo'sh, undaq bo'lsa qizlar, ekran qarayli. Bugungi birinchi mehmon zodi kimdi? Mening ismim Mustafa. Bu yil 26 yoshga kirdim. Yurtim G'ulcha. O'qigan kasbim diktor yasachilik. Mening alsahnisi kelishlik maqsadim bo'lsa, o'zim sinab o'qish bilan birga qizlar bilan o'rtaq tushuncha hosil qilish. Mustafa, marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar ustozlar? Yaxshimisizlar? Salom menim. Mustafa inim qarşalımız aldı bilan o'zingizning nima kasb o'qiganligidan bizni xabardor qilib qo'yamsiz? Men da diktor yasachilik kasbida o'qigan. Kasbdoshganmizda? Shundaqa. Hozir kasbingizni qilyapsizmi yoki qilmadingizmi? O'qish bitirib kasbimni bir mazgil qildim. Hozir kasbimni qilamadim. Boshqa ish bilan shug'ullanyapman. İkimiz kasbiy alayligimiz bo'yicha bir maslashib baqamdik. Qizlar shu orqali sizning talantingizni bayqab baqsin. Bo'ldi. Odatda so'z beshini erlardan kelamiz-ku. Naq maydon ifodalab baqaylik qani. Hurmatli televizor oldi ko'ramanlar. Shundaqlar naq maydondagi tomoshabinlar. Ko'rayotganinglar elchi programmasi. Men riyosatchi Mustafa Musa. Ko'rayotganinglar elchi programmasi. Men riyosatchi Mahira Abdug'ini. Xo'sh, Mustafa, navbatda biz qaysi temada paranglashsak bo'lar? İsmidili chiqib turibdi elchi. Demak, biz hozir qiz o'g'illar to'g'risidagi loyiq tanishtirish to'g'risida qarashamiz. Mustafa, siz qaraganda xabar o'qish tipidagi programmalarga bakrak tushirgandek his qilamsiz o'zingizni? To'g'ri. Shu jihatdagi mashqni ko'proq qilganmidingiz? Chunki hozir sizning so'z berishingiz, o'zingizni tutishingiz, jumlada to'xtalishingizning o'zidanmi diktorlar xosroq alohidlik chiqyotidi. Agar imkoniyat yor berib fursatlar bo'g'inida siz mushu kasbda non yeb qilishni xohlamsiz? Albatta xohlayman. Chunki men mushu kasbni 5 yil o'qibdiman. Hamma odamning o'zi yaxshi ko'rgan kasbni qilib shu kasb martib yeyishni xohlayman. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, biz hozirning o'ziga qaytib kelaylik. Hozir maqsad siz jo'ri tanlash uchun elchi sahnasidagi go'zal qizlar bilan fikr almashtirish uchun naq maydonga keldingiz. Siz savol so'ramsiz, qizlar boshlasinmi? Qizlardan kelsin. Qani, qizlar. Yaxshimsiz? Sizdan bir savol so'rasam, siz qanchinchi yil maktab bitirdingiz? 2019 yili 6-yilda. Shu Şinjan san'at yo'lini bitirdingiz, shundaymi? Yo'q, radio televiziya maktabini. Endi sizning kelgusidagi mayda qiz do'stingiz bo'lsin, mayda ayolingiz bo'lsin, o'zingizga kasb ishi yoki shu san'at doirasida bo'lib qolsa, siz uni qanaqa qaraysiz? Qo'llayman. Qo'llaysiz? Hozir men shu Alimamni bir savol so'rab baqan bo'lsam, endi bir odam o'zining kasbini so'yganlik uchun shu kasbni qilsa utuq qozonadi yoki qaysi kasb qilsa shu kasbni qilsa utuq qozona oladi? Endi kesib bir bilay tashqa o'xshaydi-ku. Endi gap nada desa, har qanday bir kesibda utuq qozonamiz, endi u bir bilay, ammo uni siz surkashga yetarlik surkishingiz kerak-da. Endi yetarlik surkash uchun zeriqolmasligingiz kerak-da. Zeriqolmaslik uchun chu desa, dal bu xizmatni, bu kasbni siz yaxshi ko'rishingiz kerak. Chunki odam yaxshi ko'rgan narsalardan zeriqmaydigan gap. Kunda qilamizku bu narsalarni. Shunga jamiyatda nima kesib qilyotidi bu kesbning ishi emas. Osh kesib qilayotgan odamning ishi. Shunga har qanday bir kesibni siz ma'lum bir holatga yetganda, osh kesibni tushunganda, ondan bu kesib sizga xuddi bir ko'chatni paplab o'stirib oxirida anadan uxlab yotsangiz bu meyve bergandek
Sizmi ma'lum bir kasbni shundoq bir daraxt aylantirganda, andin bu kasb sizga deymiz javob qaytaradigan gap. Kasb o'qiyotgan vaqtlaringizda aktyorlikdanmi azto'la kasbiy bilim elish fursati bo'lganmi? Uni o'zim praktik vaqt qilgandim. Siz hozir ochchig'i yomon bir erga ovoz berib beqing. O siz emasmi? Ansir men qizlar uning qartal chiroq o'chirib yetib qelish natoyin. Siz boshlab bering ata. Ana usulni o'ynab tushdim hozir. Moy, sen bu yerda nima ish qilyapsan? Men seni qilmaydigan ishni qilyapman. Men eng o'sha ishni sen qilyapsan. Men usulchi bo'lmaysan sen. Yana bir haqiqatan bag'ri yumshoqlik bor. Men debmish qizimning ko'ngliga bak tekitib qolsam, qizim bearam bo'lib ketarmi deb ko'ngli yosh bo'lib. Xo'sh, qizlar, savollarni so'raylik. Mustafa, siz hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Hozirgi qilayotgan ishim o'zimning kasbidan to'liqroq. Aholilar ko'miteti. Masalan, qizlar bo'lgan o'lchamingiz qanday? Masalan, badan shakli, bo'yingizligi. Qizlar rostga qilsam, badan shakli, bo'yi o'lchami qarata alay talabim yo'q. Faqat mendan bak tuvan bo'lib qolmasa, bo'yi 1.62 dan yuqori bo'lsa deyman. Marhaba. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizga bunday qarasam, badan shaklingiz xuddilik bizning kichik vaqtimizda ko'rgan karton filmi Rambo'nikiga o'xshab. Bir xil kuchli qashnoq ta'sir berdingiz. Anda sizni so'rab baqsam, ota-onangiz nima ish qildi? Hozir cho'nglar uyda, opam uyda, dadam do'kon ochdi. Cho'nglarninki sizning kelgusi hamroyingizga nisbatan qanday talablari bor, ham sizdan kutadigan qanday orzu umidlari bor? Cho'nglarning deydigini faqat menga yarsa, cho'nglarga yaraydi. Chunki men uyda bir bola emasman. Birla balama? Aldikayningiz boshqa qarindishingiz yo'qmi? Yo'q. Ha. Nurg'un arzu, armonlar yuklangan bir tal yigitdan-a? To'g'ri. Yaxshimisiz Mustafa? Yaxshimisiz. Yaxshimi. Siz bayam texnik chiqqandan keyin ovozni men Mustafaning bir xil narsa bordek his qildim-ku. Ovozingizni yoqtirdim. Chunki aktyor ekansiz emasmi? Uning men odatda ovoz to'mog'anlarni yoqtirmaychi. Sizning ovozingizni yoqtirdim. Andan keyin so'rab baqsam, qanday qizlarni yoqtirsiz? Mijozi ham deylik, bek o'g'on balığı bek kirishvas yaxshi ko'rmayman-ku. Andan keyin haddidan ziyoda bek kulabgas yaxshi ko'rmayman. Men kundalik sal uychiroq. Yoqtirdiğinizcha masalan mijozi, uch masalan biz makasbda o'qigan ekanmiz, bizning tonish bilishimiz ko'parak bo'ladi. Ashlan to'g'ri tushunib bana olsa, masalan bilmagan ba'zi u bu ishlar bo'lib qolsa, mendan so'rab, "Men zot kim o? Sen zot nega berasiz?" U bo'lsa, men tushunsam, faqat shuni tushunsa, meni olimga yetsa deyman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men bunda qarab baqsam, siz bir xil shunda ochiq yomon ko'rasiz. Rost ochtabek ochig'ingiz yomonmi? Endi hamma nimaning ochig'i bor, qarang. Ochig'im bor, rostga qilsam. Biroq shu vaqt kelganda. Ammo iliq men ochig'ini dastlab to'liq biroq ifodalab o'tmayman. Masalan, birinchi qadam yo'l qo'ymish, uchinchi qadam bek portlab chiqadi-ku. Andiki Mustafa bayam siz dedingizmi? Bek kirishvasi yaxshi ko'rmayman deb. Masalan, qanday kirishvasi shuni bir misol qilib deb beraman. Masalan, men beshimda o'tkazishni deb beraman. Men ikki qiz bilan aralashgan. Biroq ikkalisi deyarli haddidan ziyod kullash bor. Masalan, men yo'lda menga, masalan, Mayra adam bilan uchrashib ketdim, shundaqmi? Uchrashgandan keyin sen nima deb salom bersan? U faqat sana dars o'tgandan keyin shu yerda qolmamdi. U bu adam sana hargiz to'g'ri. O'qituvchisi, hargiz to'g'ri tushunmaydi-da. Yosh farqini o'ylashmay kullamdi. Yosh farqini o'ylashmaydi. Nima uchun 2 yil mabdongiz kullaydi? Cho'qim bu sizlik sabab bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldim to'yiqsiz. Endi bu 2 yil kullashlik sabab birinchi men talab qo'ymaganchu, qarshi taraf juda bo'lgandan. Shunga endi biz aralashib 3 oy 4 oy qadam qo'ygandan keyin to'g'ri tushunmaydigan u bu ishlar bo'lgan. Hatta qisqasi biz bir oshxonaga kirib tamoq yedikmi? Yo'q, men qizning demoqchi o'g'ini Mustafa, nima shikilisa shunda kullaydigan chiqib qoldi dedi. Bu sizniki masala bo'lishi mumkinmi? Aytsinmi yo'q ishqisa? Yo'q. Ha? Yo'q. Unda nima shikilisa unda chiqib qoldi demoqchi bu qizdan so'ragan savolning nimasi bor? U sababdan Mehmet hozir fuqib ketdi. Bunun ustiga har ikkisi odamga qaramasdilla, ish qilib ayol kishi bo'lsa kullaydigan chiqibdi. Bu demak, senda shu hayotda mundaq shunday kullaygan odamlarni jalb qilayotgan bir xuruching var sening. Odamlarning atrofidagi
har xil odamlarni jalb qildi. Ba'zilar soplam, uni aldaydigan odamlarni jalb qildi. Ba'zi qizlar bir umr aldab qo'ydigan o'g'on bolaga uchraydi. Ba'zi qizlar-chu desa yolg'onchi, ba'zi qizlar har xil. Senda qarab baqsam, sen nayt kullaydigan qiz bolani jalb qildi ekansan. Demak, mushuningda sening ashunda kullaydigan qiz bolani uchrashishingga bir sababchi bor. Bu yerda bir psixikalik bir masala bo'lishi mumkin. Xullas, men sendan bir savol so'rab qo'yayman-da. Sen uyda hozir buvoq yig'latadi, buqong. Turbada suv eqiyotidi, jumak uchuq. Telefon jiringlatadi. Sirtda qirqatlaba shamol chiqyotidi, bo'ron. Sen bu to'rt ishning qaysini birinchi ulab bir taraf qilsan? Boday bir dapiraymi yoki sen tutib oldingmi? Men avval buvoqni ko'tarib turib telefon olaman. Demak, sening birinchi tanlaydiganing buvoq. To'g'ri. Buning yechmisi bormi? Bor, yechmisi yo'q. Biz demaymiz emasmi biz? Chunki hozir hamma qizlar ba'zilari turbadagi suvni tanlab bo'ldi buning ichida. Siz nima tanladingiz? 7 nomerlik marhaba. Men bu vaqtni tanladım. Sizchi? Men bu vaqtni tanlayman, ankin sirti kiyimlarni ekirim. Bu vaqtni ko'tarib. Birinchi nomerning nima tanlagan deb berayman. Ha? Faraz qilib beqinglar. Faraz qila olaymi? Bu qizlar turbini cho'qim jumakni tanladi. Aynan. Rasma? Ha. Bo'lini men shunda o'qib o'tirmushada, maqulomanda. Undaq bo'lsa, rilayat nimani tanlaydi? Ha? Rilayat. Kiyim. Qirqatlini ichirishni tanlash ehtimolli. Lola manchu deb ketdi. Kim o? Lola. Balama. Bu qiz bu vaqt tanladi. Bu vaqtni tanlamda. Ha. Endi bu yerda yechmisi buning nima degan vaqtda bu to'rt xil narsa simo qiladigan narsa bu. Odamlarning tanlashlariga uning yushin engidagi asli xarakteri, asli ehtiyoji tanlatqizdi. Ammo nurg'un vaqtlarda odam ma'lum narsani tanlab bo'lib tushundirdi. Bu tushuntirish faqat nima esa o'zining tanlab bo'lgan harakatini yaxshi siliqlash tushuntirish sabab emas demakchi-da. Bunun bu vaqt tanlaganlarning ko'pinchisi bo'lar oila xumar, muhabbet qanmagan, oilani birinchi o'rin qo'ydigan, shunday tipdagi odamlar bu. Ma'o turbini birinchi lab etadiganlar-chu deganda bular hisobni birinchi o'rin qo'ydigan odamlar. Telefonni birinchi lab oldiganlar-chu bular kasb, xizmat, kasb. Avo qirqatlarni ichirganlar qarasanglar, emniyet bunun içindeki en mühim meselesi qirqatçı. Demek bunu tanlayganlar nimasi xiyali buldu. Xiyalinin özü Latin tilde romantizm deb ataldı. Romantizmlikning özü xiyalparastlik degan. Şuna ma rilayatdek xiyali romantizmlik odamlar bema'ni tanlashlarni ko'proq tanlaydi. Şuna bu men bayatin deganimning o'xshash chiqdi xarakteri. Nayt bag'ri yumshoq. Bag'ri inta yumshoq balla tipi kirdi. Achchig'im bor dedi-ku. Nemish bu achchig' bo'ladi? Chunki bu balliq bilan munosabati bor. Xo'sh. Ali yana bir nuqtaga diqqat qildim qarang ha. Bayatin dedi, har ikki ilgirki qiz do'stlarining har ikkisi o'ziga talab qo'yish orqali aralashganlar ekanda. Demak, bu Mustafa'nın yana bir oq ko'ngilligi mishada chiqib turdi. Ularning ansirshi, men shuncha yig'lab talab qo'ysam ma'qulli deb aytgandan keyin boshqa qizlarmi ishki qizli gap qilib qo'ysa erib ketarmi degan ansirashim bormi bu yerda? Bu sizning ommabop tilda tushuntirishingiz bu-chu, ommabop tilda tushuntirish. Endi bu xil kisel xarakterli kullash deymiz buni. Kullash degan bu hayvonlardan bo'ldi. Hayvonlar ko'pincha vaqtda doim kullamaydi. Hayvonlar kuylash mezgilida kullaydi. Nima qilsangiz baqadigan gap emasmi qarshi tarafni? U boshqasining bolasini beqib nima qilish xohlamag'achqa hayvonlar kuylash mezgilida kullaydi. Ammo odamlarda cho'dsa bu normal, ammo kisel xarakterli kullashlar bo'ldi. Bu kisel xarakterli kullash hargiz qarshi tarafni yaxshi ko'rganlikdan bo'lmaydi. Balki nima esa o'ziga bo'lgan bexatarlik tuyg'usi haddan ziyod uchib ketgan vaqtda u bu xil bearomlikni qarshi tarafdan ko'rdi. Qarshi tarafning har bir harakati orqali shuni tushundirdi. Natijada qarshi tarafni kontrol qilish orqali o'zidagi aql beyaramlikni bosmoqchi bo'ldi. Shuni biz bularni kisel xarakterli kullash deymiz.
Şuna maşkısının zor farkı var. Söhbətimiz nəhayət qızğın davam etməlidir. Hə? Mustafa, siz ömrünüzdə bir dostunuz qarz verib baxqanmı? Bəgən. Alamay qalğan əhvallarım barmı? Hə, bolğan. Undaq bolsa, mən Fatihlərdən həmmimizin mənfəətlik çetişlik bir sual sorab berəyə. Məlum birəylər dostudan 100 min yuan qarz apdı. Qarz ap bolğandan keyin hüccət yezib desə, pul tapqan vaqt qaytırman deb palani mancıncı ayının mancıncı günü deb imza qoyub hüccət yezib beribdi. Lekin pulni tep bulamapdı. Şunun bilan qarşı taraf, yəni da'vogar taraf mən arz qilib bu pulimni avalay debdi. Mushu da'vogar hamda arz qilish orqali mush pulni ala olamdi. Hamda mushu ahvolda shu qarz bergich bilan qarz olg'ich o'tirsida qarz berish ham qarz olish munosabati, haqdorlik qarzdorlik munosabati endi shakllanibdi buningda. Ammo bu qarz qaytarish muhlati jihatda hamda qarz olg'ichi men bu pulni pul topganda qaytaraman deb yozibdi. Endi buningda shu qarz hujjati yozishgan vaqtida bu har ikki tarafninki o'y fikri, maqsad ifodasi aniq ifodalangan asosda oyoq bu qarz bergichi do'stiga 100 ming qo'y qarz uribdi, 100 ming qo'y qarz olgan og'inisi oyoqqa qarz hujjati yozib beribdi. Endi bu pulni bu qarz olg'ich taraf bermagan bo'lsa, endi qarz bergich taraf sotqa arz qilsa bo'ladi. Lekin mushu qarz hujjatida mundaq bir qo'shimcha shart bordi. Bu pulni pul topganda qaytaraman deb. Unda bo'lgandan keyin endi mushu qarz bergich taraf sotqa arz qilgan vaqtida qarshi taraf bo'ladi, men qarz olganim rost, bu pulni men qaytarish qo'shilaman desa, bu bir taraf. Agar unda bo'lmay, men qarz olganim rost, lekin mening hozir iqtisodiy sharoitim yaxshi emas, pul qaytarish iqtidorim yo'q deb turib olsa, pul qarz berib to'g'ish tarafninki qarz hujjatini so'q ta'minlagandan boshqa, shu qarzdorninki yuqori iste'mol qilganligi yoki uy setib olgan, mashina setib olgan, iqtisodiy sharoitning yaxshiligi yoki bankada amonat qo'ygan pullarining borligi, mandaqcha aytganda, o'zining pulini qaytarish iqtidorining borligini isbotlaydigan munosabatli isbotni so'q ta'minlash kerak. Mushundaq bo'lganda, andikin sud mahkamasi qonun bo'yicha hukm chiqaradi. Rahmat Fatihlarda. Demak, qizlar, Mustafa hammamiz bilib olsak bo'g'iraka, endi turmush deganda qarz bermayman deb aytamaymiz. Ba'zida hojatmanlar, do'stlarimiz bo'ladi, urug' tuqqanlarimiz bo'ladi, tonish bilishlarimiz bo'ladi. Berib qolsak, cho'qim o'zimizning qonunli huquq manfaatimizni qo'g'dashni o'rganib bilishimiz kerak ekan. Bo'lmasa, keyingi pushman o'ziga dushman bo'ladigan gap ekan. Xo'sh, endi Mustafa, sizin bir ishga kelib savol so'rab yiqin. Ben bunda bir o'rtaq savolni so'rayman. Sizlar o'zingizlar yaxshi ko'rgan odam bilan turmush qurishni xohlamsizlar yoki sizlarni jinidan bekarak so'ygan odam bilan turmush qurishni xohlamsizlar? Savolingizga men javob beray. Men o'zim yaxshi ko'rgan emas, balki meni bekarak yaxshi ko'radigan odam bilan turmush qurishni yaxshi ko'raman. Chunki meni yaxshi ko'rgan odam hargizmi mening ko'nglim azariyishini xohlamaydi. Hammiligi meni ayaydi. Men mərciyyətdən qollasam, mən şu qolluğunumğa layiq özümə cavab ersələyimə deb oylayman. Məsələn, siz yaxşı ko'rgan odam sizni yaxshi ko'rdi. Biroq uchinchi bir shaxs sizni jinidan bekarak yaxshi ko'rdi. Qaysini tanlaysiz? Jinidan ashdan yaxshi ko'rganni tanlayman. Chunki men yaxshi ko'rgan odamga bilib bilmay balkim qarshi taraf meni yaxshi ko'rishi mumkin. Lekin men yaxshi ko'rganligim uchun meni badal to'lishim jiq bo'ladi. Aksiya qarşı tərəfdəmi aş tölgən bədədimə güclük cavabı erişim nadayın. Şunu mən yaxşı görən adam tanıyım. Rilayat ras romantizmlik tuyğuda yaşayıbdı. Xoş, qani. Yəni kim cavab berdi Lalla? Mən burun özümü yaxşı görən adamla toy qılsam deb oylaydım. Lekin mən qarşı tərəfni yaxşı görsəm, qarşı tərəf məni yaxşı görməsə, mən onu özümə yaxşı görgüsü üçün bək çarçab getmə deb oylab qaldım ki, şunlan mən bu rilayat qoşuş məni yaxşı gördüyü adamı tanlayım. Çünki məni yaxşı gördüyü adam
meni yaxshi ko'rganligi uchun men uchun qurbonliklarni berdi. Men uni ko'rgandan keyin cho'qim meni azroq bo'lsa uning nisbatan ko'nglim chiqib qoldi. Men uni yaxshi ko'rib qoldim. Shuning uchun men meni yaxshi ko'rgan odamni tanlayman. Men savolni men bir to'liqlab o'tay. Siz yaxshi ko'rgan odam sizni yaxshi ko'rdi. Ammo uchinchi bir odam sizni bekarga yaxshi ko'rdi, biroq siz uni yaxshi ko'rmaysiz. Cho'qim ikkisi bir-birini yaxshi ko'rgan ahvolasida uchinchi bir odam haqancha yaxshi ko'rib kelsam, hamda men cho'qim yaxshi ko'rgan odam bo'lsa, u meni yaxshi ko'rsa, ikkimiz bir-birimizni o'zaro yaxshi ko'rsak, uchinchi odamga hargiz qaramayman. Menmi shularga menim yaxshi ko'radigan, menmi yaxshi ko'radigan odam tanlayman. Oyliqi uchinchi bir taraf haddan ziyoda bizni yaxshi ko'rib, masalan, biz uni yaxshi ko'rmagan vaqtda nurg'unliqi ushaq-tushak cho'ng masalalar kelib chiqishchi bu yerda. Shuningga menim yaxshi ko'radigan, menmi yaxshi ko'radigan, tushunishadigan odamni tanlaydim. Bu savolni qaytirib sizdan so'rab baqayli. Agar o'zingizning beshiga shundaq tanlash kelganida siz qaysini tanlatdingiz? Men menim yaxshi ko'radigan, men o'zim yaxshi ko'rgan qizim. Endi o'sha yerda bir narsa eskartib qo'yish kerak-ku, bu temada. O'sha bir odamni haddan ziyoda bir yaxshi ko'rib, ashundaq qilib ketgan ishlar bor. Masalan, ba'zi o'g'illar bir qiz bola uchun haddan ziyoda shuning uchun tizlanib, shundaq yolg'irib, vahshiy bu yaxshi ko'rish emas, bu bir sarangliq, kasallik. Bu to'y qilib bulaplar, o'zi qandaq yolg'irgan bo'lsa, qiz bolanda yolg'irg'izdi. Bu bir xil psixologiyadagi bir xil sindrom bu-ku. Biz sindrom deymiz. Buni ringofiliyaning bir xil holati bu. Ringofiliya deymiz albatta. Mijoz parchanish kasali deymiz-ku buni. Bu nurg'un bundaq misollar bek ko'p bo'ldi. Bu haddan ziyodalik bir xil normallikni eshib ketgan bo'ldi ularni ashun erishimi deb zodi butun odamiylikni yo'qotadigan darajada. Buni o qiz bola bu meni mujda yaxshi ko'rdigan o'xshaydi deydi. To'y qildi, to'ydan keyin nimasi dal aksi bo'ladi. Ringofiliya emasmi? Mijoz parchanish kasali degan birdan marolni o'ynaydi, darhol marolni o'ynaydi degan gap. Shunga bu yaxshi ko'rish qandaqdir kisel holatga aylanib ketishning o'zimi bu bek xatarlik. Sizda savollaringiz bormi? Abay siz ikki yil yurgan qizimning hammasi menga o'zi yaxshi ko'rib qilib, menga talab qo'ygan dedingiz emasmi? Siz undan siz judong bo'lgan qizlarni yaxshi ko'rgansiz, shunami? Balkim. Siz judong bo'lishini jiqroq talab qilib qolsiz. Endi men uchirg'in shule. Bundan keyin uchirsa, qandaqroq bo'lishini umid qilasiz? Endi o muhabbat jihatda mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, qaysi taraf yaxshi ko'rsa, ko'ngli zar qilib bo'ladi. Masalan, mening ko'nglim chiqib qolgan bo'lsa, men ko'nglimni zar qilatdim. Afsus, qarshi taraf ko'ngli chiqib qolsa, u izar qilgan ekan, men shuni qarshi ma'lum ketadi. Men endi shaxsan mening ko'z qarashimda qizlarning bek judong bo'lishini qat'iy yoqtirmayman-ku. Ham o'zim judong bo'lmayman. Asosiyatim beydon holatda. Men boshqalarning meni yoqtirib qolgan ehvolasida, men yoqtirib qolgan bo'lsam, shuni shiyin qilib kelishni yaxshi ko'rmayman-ku. Shuningga. Rahmat. Sizning hozir xizmatingiz G'uljidami? Yo'q, Urumchida. Urumchida turasiz. Cho'nglarchi? Cho'nglar G'uljida. G'uljidami? Masalan, siz to'y qilib qolsangiz G'uljida turamsiz, Urumchida turamsiz? Men o'zim Urumchida turmay deb qolayman. Urumchida turibsiz. Ota-onangizni akilishni o'ylab baqdingizmi? To'g'ri. 2 numaralık Zübeyde. Hayatın deysiz ben cudum olmayma ama ko'nglim Şiir qilishni xalamayman deydi. O'g'irlikchi judumlik bor shu. To'g'ri-da? Lekin uni qanday shiyin qilma deganda men uni o'zim judumga qilmayman. Ama judum qaraysiz yoki kulimsiraysiz yoki bo'lmasa fitib qo'yasiz ish qilib, bir ish qilasiz-da, odamning badan tili bor-da. Hisobda uni judumlik kiramda. Judumlik kirmamda. O'g'irlikchi judumlik. Hamiz ben yushirin o'g'irlikchi judumlik kirdik-kan. Çünkü til badanda til bo'ldi qarang. Ko'zmi so'zlaydi, quloqmi so'zlaydi, qizlar ustiga unda ishlagan. Amaliyotda qizlarning har qanday judungi, har qanday. O'g'illarchi? O'g'illar faqat judungligini oshkorlaydi xolos. Yaxshi ko'rgandim uni. Qizlar judisi faqat oshkorlamaydi, ammo oshkorlamagan bilan shu Zubayda degandek har xil shakllarda yushirin hujum qila oladi. Şu yani siz judung. Hujum qila Ama oladi. xato emas bu xato emas. Çünkü insonuz bo'lsimiz insonlarni mushtabda 1000 yil yoki 3-4-5 ming yil oqib surveseklar, mayat bir o'rmonlik paydo bo'ldi qarang. Biz nima uchun yashaymiz? Biz jambek uchun yashaymiz. Jambek uchun nima qilish kerak? O'g'lash kerak.
Oğulaş için çukum siz cudun tanlışınız gerek. Herkes ma o meni bir kelip yenimde ülep bəsmen bir yep koysam. O bizim psixikimiz yok. Şunuzma biz her qandaq insanlarda aşı psixika texit saqna qalıdı. Onun faqat şekli mındaq özgüreydi xata emas. Abay Ali muallim bizga bir tanlash bergan deymiz, bo'libmi sizga bergan. Siz birinchi bu vaqtni tanlagantingiz bu. Bu vaqtni tanlaganingizdan ham sizning baliqbek amroqligingizni his qildim-chu men. Endi masalan siz o'zingiz yaxshi ko'radigan, o'zingizga naydi mos keladigan, chiroyli bir qiz bilan to'y qildingiz deylik. To'y qilib bo'lgandan keyin masalan turmush qurib bo'ldinglar, baxtli o'tyapsizlar. Ma'lum bir kunlarga borganda sizlar balaliq bo'lishni o'ylab qilib, mushu ayol taraf, ya'ni siz yaxshi ko'rib olgan ayolingiz balaliq bo'lolmaydigan chiqib qolgan bo'lsa, o chaqda siz mushu balaliq bo'lish istigingizda endi mushu ayol bilan davomli o'tishni o'ylamsiz. Mushu masala kelgan chaqda siz buni qanday bir hal qilish chorasini o'ylab chiqsiz. Endi bunga men uni yaxshi ko'rib, uning bilan aralashib to'y qilgandan keyin bunday shu qolsa endi afsuslanarli aniq. Biroq men bu qarshidagi Ozarbayjonga ahvol asosida bola beqib olaman. Demak, siz yaxshi ko'rib olgan ayoldan voz kechmay bola beqib olasiz. To'g'ri. Biroq sizning otangsiz bir balkansiz-ku. Bir bal bo'lgandan keyin balam o'z pushtung bo'lsa bo'ladi deydigan talabni qo'ydi. Shundaqmi? Endi mushu ahvol ostida masalan, iliq bir balanglarni baxtinglar, cho'ng qildinglar, lekin iliq ota-onangizning talabi bilan cho'qim sen boshqa uylanib, boshqa qizlar bilan to'y qilib farzandlik bo'lmasang bo'lmaydi. Sening bir avloding bo'lish kerak deydigan talabni qo'yib turibsa, o chaqda siz qanday qildingiz? Ben yanına özümün yolunu tanlayayım. Oldu. Hem de biz Mening bu sahnada kelishga maqsadim bo'lsa, qizlar bilan o'zaro paranglashib, o'rtaq tushuncha hosil qilib beqish. Uning bilan birga ustozlar bilan paranglashib, o'zimga yaxshi bo'lgan ta'lim tarbiyadan ilish. Garchi bu qitim memiz Chiraxon Sho'rakamizning ishqisi yo'q. Men yana kelishni xohlayman. Shundaqlarmish programmaga rahmat aytaman. Charaslab kuyayotgan o'tga qarab har xil farazlarni qilishimiz. Muhabbat ichtidigilar balkim oshig'ini o'ylaydi. Mayli qandaqli bo'lmasin, biz hammamiz o'zimizning hikoyasini yozg'uchilar. Qizlar, sizlarning hurmatinglar uchun kelgan yigitlar o'zining eng yaxshi tarafini namoyon qilish uchun tirishyapti. Albatta sizlar qo'linglardan kelishicha qo'llab beqiyotsizlar. Lekin yanada ixtiyorlik o'zingizlarda bo'lyapti. Ham bundan keyin davomli ixtiyorlikni biz qiz yigitlarga beramiz. Qani qizlar, ikkinchi navbat sahnamizga qadam bosadigan yigit bilan tanishib baqaylik. Sahnamizga qadam bosadigan yigit bilan tanishib baqaylik. Ekran oldidagi ko'rmanlar yaxshimisizlar? Men Dilshod Qurbondan hammanglarga o'tib salam. Yurtim Urumchidan, kasbim bo'lsa Shinjong Ramida sog'lomlik boshqarish maslahatchilik shirkatiningki hamkorlashmasi. Qiziqishim bo'lsa badan chiniqtirish, sayohat qilish, naqsh muzika anglash. Ümidim Elchi programmasi orqali ko'nglimdagi loyiqim bilan tanishish. Elchi programmasiga qizlar, men keldim. Qani, Dilshod. Yaxshimisizlar, go'zal qizlar. Yaxshimisizlar ustozlar, yaxshimisiz Mariyada? Yaxshimisiz. Hammanglarga Urumchi diyoridan kelgan Dilshod Qurbondan o'tib salam. Sizga salom. Dilshod, yaxshimisizlar deganingizni qarab men texi Turpan taraflardan kelgan chig'i desam. Yo'q. Turpan tuqqanlar bormi? Tuqqanlar yo'q. Chiqib barmay qumga tushgilcha. Qumga tushgil chiqib barsiz. Bo'ldi. Bayatın özünüzün tanıştırganda iyilik tiklash musobaqasi bo'yicha ketayotganingizni debsiz. Yaqinda boshladingizmi? Ha, shirkatning shu birinchi oyda, shundan birinchi oyda angagan. Mahsulotimizdan hozir shu faqat ikki xil mahsulot bor, shu 2020-yilning 5-ida angalangan. To'g'ri. Mahsulotimizni yangi bozorga soldik, shu 4-oyda bozorga soldik. Hozircha shu ikki xil mahsulot bor. Siz yana bir do'stingiz bilan hamkorlashib qilyapsiz. Yaqin do'stingiz bilanmi? Ha, yaqin do'stim. Nima mahsulot bozorga soldingiz? Bizniki asosli shu aqliy iqtidorlik qo'shtil tarozi. Aqliy iqtidorlik qo'shtil tarozi. Qo'shtil tarozi. Qanday tarozi u? Bizning bu tarozimizniki eng chong alayliga shu badandagi 16 turlik ko'rsatkichni ko'rsatdi. Masalan, shu oqsil miqdori, suv miqdori, andan keyin shu badandagi may miqdori degandek shu telefon ulash orqali har vaqt ko'rib turadi. Bunday bo'lsa, sizlar ishlab chiqargan tarozi telefon bilan ulanamda. To'g'ri. Sizlar taroziga dasiz, masalan, biz taroziga dasigandan keyin telefon ekranimizda bizning salomatlik ko'rsatkichimiz chiqib turamda. To'g'ri. Ha, samirib ketgan qizlarni urug'lang degan xat chiqamdi.
Mesela o'riqlash safarida mengayotgan qizlarimiz bo'lib qolsa yoki o'g'illarimiz bo'lib qolsin, bizning shu taroz orqali o'zininki har vaqt shu badan ahvolini kuzatib tura olamiz-ku. O'zgarishini ko'rib tura olamiz. Bu mu yaxshi gap? Yeniliklar bo'lsa ko'proq anglayli, ko'proq yetkazinglar. Hammamiz xushal bo'lamiz. Tirishib yetibsiz, Dilshod ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Qani qizlar bilan qani paranglashib ko'ring. Qizlar bosh so'rsin. Qani qizlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz odatda siz o'zingiz yurayotgan qizinki, necə maaşını qımız bo'ladi deydigan bir ko'nglingiz ochda bir ish bo'lib qoldi-ku. Masalan, qaysi bir tarafini eng xushingiz yo'q, eng yoqtirmaysiz? Balkim mush chash bo'yashda balkim. Masalan, chash bo'ygan qizlarni yoqtirmaysiz, shundaymi? Yoqtirmaganlik emas, hamda umumiy bir hozirgi zamonniki bir moda bir ish bor, hamda qizlarning o'zi go'zallikka intilgan bo'lgandan keyin. Lekin hamda shu ba'zan bakiliqi haddidan oshgan bir xil. Masalan, seriq rang bo'ysiz-ku? Seriq rang bak seriq bo'lib ketmasa normal. Masalan, atrangraqmi? Ba'zan yeshil qilib olganlim bor, qizil qilib olganlim bor degan. Laqadidan ziyod ochiq rangda bo'ysa, siz yoqtirmaysiz, shundaymi? Ma'qul, rahmat. Yaxshimisiz Dilshod? Yaxshimisiz. O'g'illarning nazaridagi qizlar qandayroq bo'lsa, biz shu o'g'illarga yaraydigan yaxshi qizlar deb atılımız. Bu savolingiz hamda rasqa qilsam sal javob berish sal qiyin-ku. Xudoboy siz degandek, har bir odamningki qimmat qarshi, dunyo qarshi o'xshamaydi. Masalan, sizni episak misolga. Sizningki hozirgi masalan yaxshi tarafingizni yoki afzalligingizni yoki kamchiligingizni men tushunmayman. Biz faqat shu bir mazgil bir-birimiz bilan aloqalashib, uchrashganda anonkin tushungan bo'ldi emasmi? Hamda shaxsan o'zimningki nazarda shu qizlarimiz shu o'zininki adab axloq bilan gap so'z, ish harakat, yurish turishga diqqat qilsa. Demak, hamsi o'g'illar ko'pincha holatlarda sal hamda kiyimiga, yurish turishga diqqat qiladigan. Masalan, moda bo'ldim deb haddidan ziyoda chekdan oshirib etmaydigan. Masalan, chashlarni haran-saran bo'yib olmaydigan. Anındaki mush adab axloqliq bo'lgan qizlarni bekrak yaxshi ko'rdi shuna. Qizlarmi kelishgan bolalarga amroqqa? Kelishgan bo'lgan bilan masalan ba'zi kelishgan bolalar bor. Yaxshi ko'ray desa, kelishgan teshiga qarab yaxshi ko'rgan olmaydi-ku uni. Ammo undanki bizga yoqmaydigan nurg'un taraflari chiqib qoldi. Hamda shu ba'zan go'zal qizlarning bizga yoqmaydigan taraflari chiqib qoldi-ku. Mushta vaqtda hamda bir-birimizni hamda tushunishni yaxshi qilsak, balkim bir-birsiningki ayniga bo'lib, bir-birsiga kamchilik o'z tang tuzitib, ortiqchiliklar o'z tang bakrinlabchi. Bunda o'ssa yaxshi deb o'ylayman. Unda esa biz bu shu Dilshodga shaylik darisiga numar qo'yamiz. Berish kuchdayman, menlar 5-chi qalsanglar to'liq numar, 4-chi qalsanglar 4, 3, 2 mush bo'yicha mangda. Tushuningmi? 1-chi qalsanglar har bir barmoqinglar 20 numar. Unda az berish kuchdayman, tangni chiqirib baqamsizlar, qani bir go'zallik ko'z qarashinglarni ko'rib baqaylar. Demisi Mehmet'in güzellik göz karşı okşamaydı uğraz. Hem de bu Dilshod 8 kızı varlığı 8 kıl göründü milliyette. Her kız okşaş görünmeydi. Qattiq okşaş görünmeydi. Hatta bana hem adamga Dilshod her xil göründü. Şuna biz müşahede bir görüp bakmaylı mı? Onda sana sandık ha? Sıcaklar. Yok. 1, 2, 3. 8 numaralı kızdan şık çıkırdığını bildim. 6 numaralı kız 5, 4 numaralı kız 3, 4, 3, 4, 4, 4. En şükür numar 5. Dilhayat. Dilhayat bilen 8 numara çıkarıp bitemez. Bu qitimliq kelishganlik darajasi musobaqamizda Dilshod layoqatlik baholandi. 4 aldım. Senince bu kızlar senin nimenge asasen kilişken de bağlagan buluş mümkün. Hamda birinchisi shu Sevzanın nimesi yanlışsın sen? Shundan yerim shu odatdagi turmush odati deb o'ylayman. Masalan, odatda men turmush odatimni bak ritmda qilib maqman. Hem de her bir bala çokum kızlarga özünü tanlashga bir sebep berish kerak-da. To'g'ri. Xuddi sening maslahatingni bayatını tushundirding. Bizning tanlashimizga sebep ko'rsatding. Hem sen mi kızlarning seni tanlashiga sebep berishing kerak-da. Nimasi seni tanlaydi? Unda bo'lsa, Ali, men sizga
1, 2, 3 deb vaqt beray. Siz Dilshatning yeshini mo'ljarlab beqing. 1, 2, 3. Necha yaş? Şans kıra kure. Necha yaş deb beqing. Menimcha bu bola 24 yaş. Endi siz turmush odatingizda nima uchun faxrlanganligingiz, ishindiganligingizni aytib bering. Siz necha yaş? 35. Oy. Faxrlangidek bola ekansan. Xo'sh qizlar, endi sizlarning so'zinglarni anglab baqaylik. Hozir siz 35 yosh dedingiz-ku. Lekin bek kichik chiroy ekansiz. Masalan, siz birsini yaxshi ko'rib yurdingiz, lekin ashu sizning o'ylaganlaringizni hammasiga tushib emasdan-da, lekin chiroyi sizdan bek cho'ng chiroy. Qabul qilaverasiz, lekin yoshi sizdan kichik. Endi balkim damallik qilamiliq, yaxshi ko'rishni ham aldirmay paydo bo'ldi emasmi? Biz bir mezgil shu do'stona aralashgandan keyin shu chog'da balkim qaror qila olishim mumkin. Damlat qabul qilmaysiz, lekin sal o'ylashib qolsiz, shundami? Albatta o'ylashmanda. Tushunishib qoldim. Masalan, siz hozir bir qahvaxonaga kirdingiz, do'stingiz bilan. Qarshi tarafda bir ikki qiz o'tirdi. U birsining lavsir qishunda so'z, lekin qiyniq ko'z girimi shunda qiyniq. Yana bir qizningki ishtikli qarasangiz qip-qizil ochiq rangli lavsir surib olgan. İkisidan siz qaysi qizni ko'zingiz ishtik jalb qildi? Balkim ochiqroq lavsir surib olgani textim tortish mumkin. Damallik ishtik qarab ham qizil lavsirga qarayman demoqchi shundami? Tushunishdik bo'ldi. Men endi o'ylayman, o'g'illar odatda qizil lavsirni yaxshi ko'rganlarning ishtik mijoz ishtik, turmush qurgan qizg'inligi, mehr muhabbatlik, ammo mijoz ishtik deb o'ylayman. Buni ig'ir salmoq rangli ko'p lavsirlarni ham cho'qimlik bir ishni o'ylanib qiladigan, tamkin, o'zini tutib olgan deb o'ylayman-ku. Shuni sizdan so'rab baqinimdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizdan bir savol so'rab baqsam, sizning asli o'qigan kasbingiz nima kasb? Mashinsozlik kasbi o'rgangan. Mashinsozlik kasbimi? Amdiyliqi sizniki mesela yürmekçi bo'lgan loyiqingizniki yosh shaklimisi sizdan qancha kichik bo'lsa qabul qila olasiz? Amdi menga nisbatan bu yosh degan faqat raqamchu. Amdi o'zimizning kayfiyatini o'zimiz tanishib, yashagan vaqtimizda mayli jo'rimizningki bizdan kichik bo'lishi yoki bizdan tang bo'lishi yoki cho'ng bo'lishi, menimcha u bek cho'ng masala emas deyman. Amdi menga nisbatan bo'lsa shu o'zimninki o'ylagan jo'rsiniki shu mendan bir 7 yoshdan 8 yosh atrofigacha kichikroq bo'lsa, menmi ham aka yo'lliq, ham uning bir yo'lboshchi holatichu, mundaq bir ep mang'alig'idek bo'lsam, hamda u qarshi tarafmi hamda shu yishiga tushliq o'zininki tannoz bir qiyofatini menga bersa, u chog'da balkim ikkimizning mang'adigan yo'l uzun bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz necha yosh riloyat? Siz demlerin şimdi. Demisem bulandı. Ben paras qilib boqayman. Paras qilib beqman. Paras qilib beqman. Sizningki meni o'ylaganimda shu bir 21 yo 22 atrofida bo'yildi. Rahmat, meni ashta kichik ko'rganingiz. Ashta kichik ko'rdim lekin rost. Rahmat. Siz odatda ishdan sir vaqtlarda nima ish qilishni yaxshi ko'rasiz? Ishdan sir vaqtlarda men qo'shimcha yangi mashina sotib qilmanchu. Undan sirt qo'shimcha shu naqsh muzika ishtirlarni ancha-muncha shug'ullanib qo'yaman. Demak, bugungi bu so'rovni cho'qim quruq kelmadingiz-ku deyman. Bizga bir naqsh aytib bersangiz bo'ladi. Bo'ldi, agar xohlasanglar o'zimninki javob chiqib qoldi. Qalaydi ekan? Bo'ldi. O'zimninki tayyorlagan yangi ijodiyat bir naqsham bor-da. Shuni aytib beray. Sen kolumdan bir gün uçurumni kimden alaman uçup gelsen kolumdan bir gün
yanaman öldürem sen otunda meni qaçangacha köyüp yanaman odam kerak izdemek mo ülpetlerim biz demek mo odam kerak izdemek mo ülpetlerim biz demek mo özüm sebep şuna derdimni körüngenge sözlemek mo yüzüm sebep şuna derdimni körüngenge sözlemek mo Rahmet Dilşat, bizge yaqinliq bir naqshi sovuq qilganingizga. Xo'sh, biz undaq bo'lsa davomliq o'zaro fikr almashtirish bosqichini davomlashtiraylik. Bo'ldi. Endi sizlar o'zingizlarning savolinglarga o'ylangach tursanglar, men Fatihul adamdan nayta halqiliq bir savol so'ramoqchi. Bu amaliyotda mishada turayotgan hammanglarningki o'ylanishinglarga tegishlik, ham bilib qilishinglarga tegishlik bir masala ekan deyman. Ayollar zodi qanday qilganda bakrak chiqishib o'talaydi, ajrashish bosqichiga berib qolmaydi. Siz ko'rgan oilalar duch kelgan ishlarga asosan ko'pchilik tajribangizni so'zlab bersangiz. Mening bu shu dilo ishlash tajribamga asoslanganda ayol yaxshi o'tib ömrünün oxirigacha birga o'talishida hamda bir necha nuqtaga diqqat qilish kerak. Birisi hamda shu bir tarafning turmush odatiga shunga mumkin bo'lsa, qarshi tarafninki turmush odatiga hurmat qilsa deb qarayman. İkinci birisi shu bir tarafni hamda chin ko'nglidan shu e'tirof qilish kerak va uni muayyanlashtirish kerak deb qarayman. Masalan, bunda deganimda shu oiladagi ayol ichida uning ichida birisi yo kasbda natija qozongan bo'ladi, yoki birisi bir tijorat qilib nurg'un iqtisodiy unum yaratgan bo'ladi, yoki undaq shu ayol ikki tarafninki xohlagan bir tarafda uningki bir natijasi, shu oilaga bo'lgan bir to'rpisi, buning bir ortiqchiliklari bo'ladi hamda. Shunga bir tarafninki shu chin ko'nglidan uningki shu muvaffaqiyatlarini e'tirof qilish ham muayyanlashtirish bek muhimki. Oilada hamda undaq bir ziddiyatlar ko'rilib qolsa, buni og'ir beslik bilan, sovuqqonlik bilan muomala qilsa, bu shu davomli oilani saqlab qolishdimi bir muhim omilki.
Rahmat Patigilada. Biz endi ajrashib ketgan oilalarni tahlil qilish orqali bu yerda turmush qurish oldida turayotgan yoshlarimizga boshdan o'tganni, anglaganni, ko'rganni so'zlab berish. Negizlik bir lig'iz so'zga yig'inchaqlasak, igib yashayman deydigan turmush har kimga xo'shallik etganmaydi. Xo'sh, davomlashtiraylik ko'pchilik. Dilshod, siz mashina sotib qilma dedingiz, shundoq qo'y. Masalan, siz yurayotgan qizingizningki pravos bor. Bugun o do'stingiz sizdan mashina so'rab turmoqchida. Masalan, bugun men to'yga boratdim, mashinangizni haydab tursam bo'lamdi degan kichikon berib turasiz. Masalan, qiz do'stim bo'lsa. Ha, shu qiz do'stingiz. Agar mashina haydash jarayonida qiz do'stingiz uritib qoldi mashinada, urvatdi, lekin sizdingmi ati bir to'yingiz bor. Siz shu mashina ati to'yga haydab bormoqchi. Siz shu mashina urvatgan vaqtda siz qanday inkas qaytarsiz? Terkamsiz? Yo'q. Qat'iy terikmamsiz? Endi uni to'g'ri tushunish bo'ldi, chunki o'g'an bolalar qiz bolaninki mashina haydash uslubi o'xshamaydi emasmi? Endi u balkim tasodifiylikdan bo'lgan bo'lishi mumkin va yoki qarshi tarafning xatoligidan ashta urib olgan bo'lishi mumkin. Balkim bu sababni balkim bu qiz do'stimdan ko'rmasligi mumkin. O vaqtda siz atiki to'yga haydab atiki to'yga og'illarimning mashinasi chiq. Birasini haydab beribsam bo'laveradi. Dilshod shu to'y qilib bo'lgandan keyin masalan shunday yaxshi yashayotgan kunlarning birida bilib bilmay turmushinglar masalan uchinchi shaxs paydo bo'lib qolsa siz qanday qilasiz? Shu masalani qanday qabul qilasiz? Bu uchinchi shaxsni kim paydo qildi? Masalan siz paydo qilgan bo'lsangiz. Yo'q, bichara o'g'an bolalar. Shu o'g'an bolalarni ko'rdi birinchi job, ha. Hozirgi zamonda qizlarni paydo qilyapti. Endi men demoqchi o'nim mayli siz paydo qilgan, mayli u yoq paydo qilgan bo'lsin. Endi mushundaq bir yaxshi bir baxtli turmushinglarning orasida bir uchinchi shaxs paydo bo'lib qolgan vaqtda sizlar qanday bo'lib menda siz qandayroq bir hal qilish usulini o'ylab chiqsiz? Cho'qim meni javob berangiz, endi balkim bu. Chunki mening turmush odatim, o'zimga tutgan yo'lim, o'zimga qo'ygan talabim bek yuqori emasmi? Shunga u men sababli bir uchinchi shaxsning paydo bo'lib qilish ehtimoli naytdi. Shunchalik ishonchim bor. Demak, o'zingizga baklishin ekansizda, bak sadoqatman demoqchiman. Sadoqatmanlikning hamda har xil yo'li bo'ldi, hamdaligi. Chunki o hamdaligi Dilshodning o'ziga ishonish emas, o'zini tushunish. O'zini biladi. Bu hargizligi o'zini chidab men unda qishni paydo qilmayman emas. O'zining unda qilmaydiganligini bilib tushundi, ama tushunish. O'zi bo'lgan tushuncha yaxshi bo'lganligi uchun kesib da'vatgan gap. O velaqa o'ziga ishonish bilan munosabat yo'q u. Siz degan avvalmancha o'zini tushunish bilan munosabat. Mayrada men oldiga chiqib, Dilshod bilan yuzma-yuz turib so'rasam bo'lamdi. Bo'ladi. Sizlar xohlasangiz. Yaxshimisiz? Qashmon. Birinchidan men sizningki mahsulotingiz uchun menda qiziqtirdi. Men mana o'rg'itish turini qilmayapman, shunlashqa sizlarga hamkorlashsam bo'ldi ekan. Anki sizdan so'raydiganim, siz yurayotgan vaqtingizda masalan ishdan tushgandan keyin shu qizol bilan kunda ko'rishib turishni yaxshi ko'ramsiz yoki bo'lmasa bir kun atlab bir kun nim qilib bilan orliq tashlabchi o'tiringlarda ashta ko'rish nim qilishni yaxshi ko'ramsiz? Hamda imkoniyat bo'lsa, hamda qarshi tarafning xizmati balkim aldirash bo'lishi mumkin yoki aldirash emas bo'lishi mumkin. Men cho'g'an chog'da hamda imkoniyat bo'lsa ko'rishib tursak yaxshi deb o'ylayman. O'tiringlarda ko'ngjen deb qo'yamiz, orliq bo'lgan demsiz yoki bo'lmasa kundalik chaplashib bilimdek. Yo'q, hamda u kunda chaplashib tursaqmi, menam unchalik jiq vaqtim yo'q. Hamda ba'zan men o'zim aldirash bo'lib qolaman-da hamda. Unda vaqtda hamda shu bir-birimizga ko'ngjan berish bo'ladi albatta. Cho'qimliq kunda ko'rishib bo'lib qilishning tazibak hojati yo'q deb o'ylayman. Ammo u qog'inni keyingi ishimizdan tang mangandan keyin taraqqiyotiga bog'liq ishlar bu. Anki yana bir savol so'rsam, abayli Qizbayda so'ragan vaqtida siz qizil lavsuriq surgan qizlarga nisbatan tozalik nimangiz yo'q-ku. Men bugun qizil rang surib olgandim. Siz qanday o'yladingiz? Shu qanday o'yladim? Shu yarishibdi deb o'yladim. Rahmat. Rahmat aka. Bo'ldimi? Marhaba. Nima uchun asl o'rningizda turmay yeniga kelib savol so'rashni loyiq ko'rib qoldingiz? Sababini deb baqsangiz bo'lamdi. Chunki men Dilshod bir xil
ko'zimga bek issiq ko'rindi emasmi? Ha. Hamma bir odam bilan men yoqtirib qolsam, yeniga kelib, endi bir qarashib turib, bunda paranglasam, texim bek yaxshi joriy qildira olamdimkin deb shunga yeniga kelib so'rashibdi. Rahmat singlim. Undaq bo'lsa, Dilshod biz qarab baqaylik. Siz uchun kimlar chiroq saqlab qoldi? Bu yoqqa qarasak, Ril hayot siz uchun chiroq saqlab qolibdi. Afsus bu yoqda qolgan qizlar o'chiribdi demak, 8 qiz ichida Ril hayot siz uchun chirog'ini saqlab qolibdi. Endi qaror qilish erkinligini sizga berdik. Bola. Sizga berdik. Bola. Basam bo'lamdi? Dilshod, odamchu bormayman degan tugmanga 7 qitim berib qoladi degan bir gap bor. Nima uchun bundaq aytganimni men ko'nglim degan deb baqay. Siz chash bo'ygan qizlarga nisbatan boshqacharoq ko'z qarash tutdingiz. Ril hayotning chechi bo'yalgan. Siz sus lavsuruq surgan qiz bilan qizil lavsuruq surgan qizdan qaysi qaraysiz deb so'raganda qizil lavsuruqni tanlagandingiz. Lekin eng oxirgi tanlashingiz dal siz balkim undaq emasman, u nuqtada men tanlamayman-ku deyman degan nuqtada Ril hayotni tanladingiz. Nima uchunligini bizga deb baqamsiz? Balkim shu o'zimda bir olqishib baqay deganman balkim. Bu tavakkulchilik siz uchun foydali bo'lishi mumkin, lekin Ril hayot uchun xatarga tavakkul qilganlik bo'lib qolsa-chi. Bu narsaga men bu hozirning o'zida bir aniq bir diagnoz qo'ya olmayman. Bu ishqa diagnoz bu kasallik ahvol emas. Ril hayot o'z javob berib baqsin. Ril hayot siz boshdan oxir Dilshodning ko'ngilini angladingiz. Qo'lini sizga tanlaganda ikkilanmaysiz, ba'dingiz sahnaga chiqdingiz. Siz uchun bu tavakkulchilikmi va yoki to'g'ri bir qarormi? Әмдейлігі әрбір оған балынекі көңілді ойлағалары оқшымайды. Әмде бәлкі мен ашта бір ейлігі алқыш болса деп шының мені таллады. Әмде менің ойлайдығыным. Мен бұл болса амал қылып көңілдегідей болушығы бір тіріш бақай үземді бірімді бір үзгер бақай деген. Бүгін нем үшін лағман білен кавапның кеп çıkmadı? Uşaq qamraq bolla kelməbdi şu. Dilshodning turmushi shunchalik tartibli ekanligini bizga so'zlab o'tdi. Ham Dilshodning o'zini asirgan holatida biz buni bayqab oldik. Agar sizning salomatligingiz uchun kavob bilan lag'manida ko'p tashabbus qilmasa, siz bardoshlik bera olasiz. Kunimanda hamdi. Bo'ldi. Bir-biringizga ko'nib yashaydigan go'zal turmush ekanlarga nasib bo'lsin. Eng muhimi o'zaro qadrlash, asrash, ayash, avaylash olsun. Mübarek olsun. Dilshod, balkim siz ilgari programmalarimizni ko'rgan bo'lsangiz, es qilgan bo'lsangiz kerak. Ril hayot qarmoq tantak ko'rinadi. Lekin Ril hayotmi bir oilaning orzulik bunchisi. Ril hayot asrab, avaylanib cho'ng bo'ldi. Ril hayotninki ota-onasi onundan nurgun ümitlerini kütgünedek elbette sizin ailenizdekilermi siz için de güzel arzu armanlarını köngülüge tükken. Siz bugün bir amanetini sahnemizden ilip düşüp getiş aldı turvatsız. Qandaq köngül sözünüz var? Biz sizin çörek sözünüzden anlığımız var. Әмді şu özəmninki, turmuş cəhətdiki oylığının bolsa, meni düşündüğün, hem meni her cəhətdən qollaydıgan, hem şu erib çarçığa vaxtlarımda özününki bir azıraq təntekdiki yoki əkiləşdir bilən meni adığımını çıxırdığan, taң əmdəmdə bulaylaydıgan, aşta qız buluşunu arzu qılan, əmdə şu Ril hayatdan gerçi çeçin seyriq boyub alğan bolsunmu, qızıl lavsuruq surub almağan bolsunmu, lekin şu bir umaq bir tərəfini his qılğanlığım üçün tanladım. Bo'ldi. Siz sahnaga chiqishdan burun muvaffaqiyat qozonish nisbatingizga qarata
ishonchli bo'lganmi? Ishonch bo'lgan. Balkim quruq qo'l kutamanmiki debmi o'ylagandim lekin undaq. Lekin uningda yaxshiroq ahvol bo'ldi hamda. Ril hayotga naq maydon berdigan bir sovg'atingiz bormi? Albatta. Nima sovg'atingiz bor? Lekin biz bergan sovg'atni sovg'a qilib beritishga bo'lmaydi, ha? Hamda men shu o'zimizningki, shu shirkatningki mahsulotidan shu tarozimizdan ham Ril hayotga ham hemşe tutağan muhterem ustazlarga, Mayra'da sizge, hemşe turgan şu güzel kızlarga, hammalarga ortak aletde. Demek hemmemizge barmı? Hammalarga ağaç geldim. Şu soğutum arkalık, sizler şu bundan keyinki turmuş adetlerinlerde, mesela şu beden ahvallarını özgürüşünü şu mening kichikgina bir tarazam arkalık, her vaqt telefon ulaş arkalık bilip tursanglar, menimcha sağlamlık texmi bizga yaqin turdi deb o'ylayman. Rahmat inim. Amaliyotda biz sizdan sovg'at elishni o'ylamagan, ham tamomi qilmagan. Lekin ko'nglingizga eng muhimi, eng oxirgi bir jumlangiz hammamizga sog'lomlik, salomatlik tilayapsiz. Rahmat sizga. Undaqda sovg'at buyumlaringizni o'z qo'lingiz bilan yetkazing. Bo'ldi. Az basma, şiddetsiz. Az basma, şiddetsiz. Aldı bilan hamda Dilshodlan rivoyatning bugungi qadamining qutlug' bo'lganini tabriklayman. Ham ikkisining kiyinishim maska qapcho bo'lganda qarsak, qara, shunday. Kulrang bilan qara. Hamda rivoyat bilan biz necha sonda birga bo'ldik. Bu qiz qarmoqqa romantik, sho'xdek shunday mijoz. Ammo rivoyatdagi qizlar bir o'g'il bolaning qo'lini tutgan aman hargizmi qandaq boshqa qizlardimi bekrak sodiq holatda o'tadi bunday qizlar. Bu nuqta nima desa, nayt aniq balkim Dilshodmi bu nuqtani his qila olgan bo'lishi mumkin. Shu ham ishkanning keyingi musobaqasi qaysi bekatda to'xtaydi? Tanışamsizlar yoki bir savol tushib qolamsizlar. Bu bizga noma'lum. Bu sizning o'zingizning erkinligi. Ammo biz yanla sizlarning bugungi futbolini, bugungi mashinaga birga chiqqan safaringizni tabriklay olamiz. Keyingisini biz bilmaymiz. Baxtli bo'lishingni umid qilaman. Rahmat. Haqiqatan mu Ali aytgandek ishkanlarning keyin qaysi bekatlargacha oluşup, hatta eng oxirgi bekatlargacha menish mangmaslik ixtiyorliginglar bor. Shundaqdimi biz sizlarga ko'ngil so'g'imizni bildirgimiz bor. U bo'lsa-mu singlim Ril hayotga Xinjiang Maxtumsular xalqaro savdo cheklik shirkati uchirishish sovg'asi sifatida ta'minlagan oltin uzuk. Qani qabul qiling. Dilshodga Xinjiang Albek xalqaro savdo cheklik shirkatining zamoniy markasidagi erlar ko'ynigi. Rahmat. Qabul qiling. Endi mundaq bir xush xabar bor. U bo'lsa-mu navada ishkanlar oxirigacha qo'l tutishib birga mengib öyleniş guvohnomasi ala olsanglar, uningdan boshqa Xinjiang Argu xalqaro savdo cheklik shirkati ishkanlarningki sayyohga berib kelish sayohatinglarning barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. To'y qila olsanglar, undaqda to'y ustildagi barliq ichimliklarning rasxotini G'ulji Gultaj yemak-ichmak ishlab chiqarish cheklik shirkati o'z ustiga oladi. Sizga Dilshod, Xinjiang Albek xalqaro savdo cheklik shirkati zamoniy markasidagi erlar kostyum burilqalari to'yliq sovg'at sifatida taqdim qilinadi. Muborak bo'lsin. Har vaqt salmoq holatingizda masalalarga muomala qilishingizni umid qilaman, singlim. Xayramsiz Dilshod, sizga topshirdik. Bo'ldi. Bugun elchi programmasiga qatnashib, Rilayat qiz bilan birga qo'l tutishdik. Bu qizniki ham menga bo'lgan ta'siri shu umoq. Ananikin gaplari nihoyat ochiq, to'z, mijozim shunda chiqishqaq bo'lganlik uchun
birga chiqib ketdik. Hamda bundan keyin o'zaro texmo tushunish hosil qilib, birga yaxshi mengishimiz uchun tirishchilik ko'rsataman. Elçi programmasına qatnaşqandan beri bugün nayt muvaffaqiyatli holatda Dilshod bilan qo'l tutishib yenib tushdim. Dilshodning mijoz ig'ir, mening mijozim bilan mos keldi deb o'ylab chiroq qoldirib qolgandim. O'ylamagandek Dilshod meni tanlab ikkimiz muvaffaqiyatli holatda yenib tushdik. Bundan keyin bir-birimizni texmo tushunishib, o'zaro bir-birimizga yo'l qo'yib, bir-birimizni hurmatlab oxirigacha bo'lsa yaxshi mengishga tirishman. Qadrli ko'rman do'stlar, Elchi programmamizning har sonida har xil ishlarga guvohchi bo'lyapmiz. Har oilalarning farzandlarining arzu armonlarini sizlarga bayon qilib beryapmiz. Yo'llarimga talmurgan qizchaq, qo'llaringdan tutqili keldim. Sen parlagan sahnalardan seni ilib ketgili keldim. Kelarki sonimizda qaysi bir oilalarning azizlari sahnamizga chiqadi. Biz kimlarning azizlariga elchi bo'lamiz. Programmamizning tajdorligini Xinjiang O'zjin yemeklik cheklik shirkati o'z ustiga olgan. G'o'lja Gultaj yemek-ichmak ishlab chiqarish cheklik shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Xinjiang kamera madaniyat tarqatish cheklik shirkati programmamizni ajri bilan ishlagan. Güzel qizlar, sizlarga Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati sovg'atli qo'yimlarni tayyor qilib qabul qilinglar. Bundan başqa Xinjiang Maxtum Sula xalqaro savdo cheklik shirkati hammanglarning go'zalliginglar uchun so'ygu lavsruqlarini sizlarga taqdim qildi. Qadrli ko'rman do'stlar, har haftaning ma'lum bir kunlari ishinglarni birov chekidi kim deb so'raysizlar, elchi biz deb javob beramiz. Uyinglarga mehmonmiz. Ishinglarni echinglar, biz elchi bo'lg'ili keldik. Xayr, kelar hafta ko'rishaylik.